Yazid ibn Abdülmelik'in davridagi Əməvilər bilan hozir qolganligining urushi xil uzunga davomlashadi. Hozir qolganligi biz turkiy millatlarga munosabatli bo'lgancha, hozir qolganligini ozroq tushunish va hozir qolganlik bilan ayni davrdagi Əməvilər o'tirisidagi to'qinishni texmi ichkilab tushunishga to'g'ri keladi. Mana shundaq Muslima ibn Abdülmelik Bizantiya imperiyasidan urushib islom jug'rafiyasini kengaytirayotgan paytda hozir qolganining o'g'li Barjilinning boshchiligida 300 ming kishilik hozir qo'shini Əməvilərga hujum qiladi. Mana shundaq Abbasiylar bosh ko'tarayotgan Əməvilər bo'lsa ichki huquq kurashiga kirib qolgan milodi 748-yili Xitoy To'qmoq shahriga hujum qilib Tangirtog'ning g'arbiy qismiga kirishga boshlaydi va bir qism turk qabilalarini o'ldirib, ularning zaminlarini egallashga boshlaydi. Biz ilgirki derslerimiz sözləb kəlgənimizdək Ömər ibn Abdülaziz Əməvilərinin 8-ci xəlifəsi buludu. Ömər ibn Abdülaziz xəlifə bolğandan keyin tunji qılğan işi bolsa, ilgirki xəlifə Süleyman ibn Abdülmelik İstanbulni fəth qilish uchun əvətgan qo'shinni qaytarib akirish buludu. Ömər ibn Abdülaziz o qo'shinni qaytarib akirishdan ilgari Bizantiya imperatorlarini deyishib, İstanbulning ishiga bir dona masjid salish ruxsat qilgandan keyin andan keyin qaytarib akiradi. O masjidning ismi bolsa Arab Jamii deb, uning o'rni bugungi kunimizga qadar İstanbulda mavjud. Ömər ibn Abdülazizning ikkinchi elib bo'lgan ishi bolsa, butun amaldorlar, mansabdorlar orasidagi chiriklikni yo'qotish bo'ladi. O huquqni tutgandan keyin kim zulm qilgan bo'lsa menga arz qilsin deb shu arziga asosan kim boshqalarga o'rinsiz zulm qilgan bo'lsa, o'rinsiz mol dunyo to'plagan bo'lsa, uni jazolab huquqidan elib tashlaydi, hatto ba'zilarini turmaga tashlaydi. Masalan, Basrning valisi Yazid ibn Muhallabni o'rinsiz mol dunyo to'plaganlik uchun zindonga tashlaydi. Mana mushuning o'xshagan islohotlar nurg'ulg'an xalqni xushal qiladi. Shundaqla kishilarga xuddi davr payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davriga, 4 sahobaning davriga qaytgandek his qildiradi. Chunki bu vaqtda islom adolati to'liq namoyon bo'ladi. Ömər ibn Abdülaziz huquq tutgan 3 yil ichida kishilarni ma'naviy va moddiy jihatdan nihoyat to'ydirib, zakat bersa og'il odam topqili bo'lmaydigan darajada beytib o'tadi. Shundaqla xalifaga oid qasrni setib, davlat xazinasiga qo'shib o'tadi. Hatto davlatni o'zining uyida o'ltirib boshqaradi. Shundaqla boshqa amirlarga, mansabdorlarga oddiy sodda bo'lish, kishilardan farqli yashamaslik o'lchimini qo'yadi. Uning bu siyosati nurg'ulg'an xalqni, nurg'ulg'an mazlumlarni xushal qilgan bo'lsa, lekin Əməvilər jamiyatining nihoyat g'azabini qo'zg'aydi. Shundaqla Ömər ibn Abdülazizni o'ziga dushman deb qaraydi. Shuning uchun ular Ömər ibn Abdülazizni yo'qotmasak bo'lmaydi ekan deb Ömər ibn Abdülazizning qo'lini setib olib, Ömər ibn Abdülazizning tomog'iga zahar solib, milodiya 720-yili Ömər ibn Abdülazizni shahid qildi. Ömər ibn Abdülaziz shahid bo'lgandan keyin Əməvilər xalifasiga Yazid ibn Abdülmelik, ya'ni ilgirki xalifa Süleyman ibn Abdülmelikning inisi xalifa bo'ladi. Bu Əməvilərning 9-chi xalifasi bo'ladi. Esimizda bo'lishi kerak, Əməvilərning birinchi xalifasi Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu, sahoba. Ikkinchisi bo'lsa o'g'li Yazid, uchinchisi bo'lsa Muaviya, ikkinchi, to'rtinchisi Marwan, beshinchisi Abdülmelik ibn Marwan, 6-si Velid ibn Abdülmelik, 7-si Süleyman ibn Abdülmelik, 8-si Ömər ibn Abdülaziz, 9-si Yazid ibn Abdülmelik. Yazid ibn Abdülmelik xalifa bo'lgandan keyin xuddi Ömər ibn Abdülaziz o'xshash yo'l tutmoqchi bo'ladi-yu, lekin uzoqqa bormaydi. Chunki Ömər ibn Abdülaziz birinchi qilib sirtqi yurishni to'xtatgan. Ya'ni Ömər ibn Abdülaziz sirtqa qilich bilan, kuch bilan kengashishni to'xtatib, da'vat bilan masalash orqali mushu yo'lni tutgan. Ikkinchi qilib ichki isyonchilarga, to'polonchilarga, ya'ni o'zining siyosiy raqiblariga rahimdillik bilan, ularga to'g'rini tushuntirish bilan mana shundaq yumshoq vositani qo'llangan. Hajjga o'xshash qattiq vositani emas. Ömər ibn Abdülazizning bu siyosatining nurg'ulg'an ijobiy taraflari bo'lgan. Masalan, nurg'ulg'an kishilar, hatto ba'zi bir qabila boshliqlari, cho'nglari, valiylar musulmon bo'lgan. Lekin buningmi ba'zi bir aks ta'siri, ya'ni salbiy taraflari bo'lgan. U bo'lsa-mu sirtqi jihatda hozir xalqi islom jug'rafiyasiga hujum qilib, ba'zi shaharlarni egallab olgan. Chunki Ömər ibn Abdülaziz yumshoq siyosat qo'llangan. Ichki jihatda ba'zi to'polonchilarning, isyonchilarning tirniqi o'sab qolgan, texmi kuchli olgan. Shu sababdan Yazid ibn Abdülmelik Ömər ibn Abdülazizning siyosatida ching turishni iroda qilgan bo'lsa-mu, to'polonchilar avj elib qattiq siyosat qo'llanishga majbur bo'ladi. Masalan, Ömər ibn Abdülaziz zindonga tashlagan Yazid ibn Muhallab turmadan qochib chiqib, Basrni egallab, Əməvilərga qarshi rasmiy isyon qo'zg'aydi. Yazid ibn Abdülmelik bu Yazid ibn Muhallabga qo'shin tortib, uni qalliq bostirib, uni mag'lub qiladi. Ya'ni vaziyatni tinchitadi. Ondan keyin Ozarbayjonga o'xshagan chegradagi ba'zi shaharlarni egallab olgan, hozir qolganlikqa qarshi qo'shin boshlatadi. Yazid ibn Abdülmelikning davridagi Əməvilər bilan hozir qolganligining urushi xil uzunga davomlashadi. Hozir qolganligi biz turkiy millatlarga munosabatli bo'lgancha, hozir qolganligini ozroq tushunish va hozir qolganlik bilan ayni davrdagi Əməvilər o'tirisidagi to'qinishni texmi ichkilab tushunishga to'g'ri keladi. Old bilan hozir qolganligi yoki hozir imperatorligi deb atalgan bu qolganlik kimlar tomonidan qurilgan, nada qurilgan?
hozir qolganligi turkiy millatlar tarafidan, turkiy millatlar ichidanmi Sharqiy Turkistonning kuchib borgan turkiy millatlar tarafidan Sharqiy Yevropada qurilgan Turk imperatorligi yoki turk qolganligi. Poytaxti bo'lsa Bilinjir. Birinchining hozirgi o'rni bo'lsa Dog'istonda. Ularning e'tiqodi bo'lsa Musaviylik, ya'ni Yahudi diniga e'tiqod qiladi. U vaqtda bizning ota-bobolarimiz bo'lishi mumkin. Ular ilgari xristianlikka, keyin Yahudi diniga e'tiqod qilgan. Hozir qolganligi Sharqiy Rim imperiyasi, ya'ni Bizantiya imperiyasi bilan nihoyat yaqin munosabati bor edi. Hatto Bizantiya imperiyasi Sasaniylar bilan to'qnashib qolgan vaqtda Rim imperatorligining yerida turib Sasaniylarga qarshi urushib bergan. Hatto ular keyin xudubaji bo'lishgan. Amaviylarning 9-xalifasi Yazid ibn Abdulmalikning davriga kelgan vaqtda bu hozir qolganligi Qıpçaqlar bilan birleşip Emevilerning tavalliki bo'lgan Azerbayjonga urush ochib, nurg'unlagan Emevi qo'shinini o'ltirgan va shundaqla Azerbayjon va ba'zi rayonlarni egallab olgan. Yazid ibn Abdulmalik mana bu sababdan men akamga o'xshash yumshoq siyosat tutsam bo'lmaydi ekan deb qattiq qo'l siyosatini tanlagan va mana shu hozir qolganlarga qarshi keng ko'lamli urush boshlatgan. Yazid ibn Abdulmalik o'zining Qobil qo'mondoni Jarrohni qo'mondan qilib, nurg'unlagan qo'shin bilan ana shu Azerbayjonni egallab olgan hozir turklar bilan urush qilishga avatgan. Jarroh Azerbayjonga yetib kelgandan keyin milodiy 721-yilda milodiy 723-yil qadar hozirlar bilan 2 yildan ortiq urush qilgan. Natijada hozirlarning nurg'un shahrini egallagan, hatto hozirlarning poytaxti bo'lgan Balanjirni egallab olgan. Hozirlar bo'lsa keyingi chekinib poytaxtini Otilga o'tkazgan. Balanjirning qo'ldan ketishi hozirlarga nihoyat ig'ir kelgan. Bu g'albidan keyin Jarroh xalifaning buyrug'i bilan Ozarbayjon va Armeniyaning hokimi bo'lib, u yerda 4 yil muqimlikni saqlagan. Yazid 4 yil xalifa bo'lgandan keyin vafot topadi. Uning o'rniga uning qarindoshi Hisham ibn Abdulmalik Amaviylarning 10-xalifasi bo'ldi. Hisham ibn Abdulmalik xalifa bo'lgandan keyin Armeniya va Ozarbayjonning hokimi Jarrohni almashtirib, uning o'rniga o'zining qarindoshi Muslima ibn Abdulmalikni hokim qildi. Ismimizda bo'lishi kerak, Muslima ibn Abdulmalik bo'lsa, Amaviylar ichidagi eng qobil qo'mondan, shundaqla Istanbulni fath qilish uchun Sulaymon avatgan qo'shinning qo'mondoni edi. Muslima ibn Abdulmalik 727-yili nurg'un qo'shin bilan hozirlarning zaminiga besib kirib, Dog'istonni to'liq egallaydi. Dog'istonni to'liq egallab, hozirlardan keladigan tahdid butunlay tugagandan keyin xalifa Hishamning buyrug'i bilan Ozarbayjon, Armeniya va Dog'istonni tashlab, u yerga Jarrohni hokim qilib qo'yib, Bizantiya, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasi taraf qarab mangadi. Shundaqla Bizantiya imperiyasining tuproqlarini egallab, Qaysariyagacha keladi. Mana shundaq Muslima ibn Abdulmalik Bizantiya imperiyasidan urushib, islom jug'rafiyasini kengaytirayotgan paytda hozir qolganning o'g'li Barjilinning boshchiligida 300 ming kishilik hozir qo'shini Amaviylarga hujum qiladi. Qo'shinning ko'p qismini Muslima ibn Abdulmalik Bizantiyaga elib ketgan bo'lg'achqa, Jarrohning qo'shida faqat 25 ming kishilik qo'shinlar bor edi. Shundaqdimi Jarroh 25 ming kishilik qo'shin bilan hozirlar bilan nihoyat shiddatli urush qiladi. 4 kecha kunduz to'xtamay urush qiladi. Bu urushda 25 ming kishilik musulmonlardan faqat 100 necha nafar qo'shinlar saq qoladi. Qolganning hammasini hozir qolganligi qirib tashlab o'tdi. Shundaqla qo'mondan Jarrohning kallasini uzib, neyziga sanjib, shahar ichida sazoyi qiladi. Bu urush nihoyat shiddatli va fojialik bo'lg'achqa, shuningdan keyin arablarda bir fojialik ishqa Jarrohning kechisiga o'xshash deb o'xshatiladi. Ya'ni bu Jarrohning kechisi degan bir misolga aylandi. Hozirlar Ozarbayjon va Armeniyani egallab bo'lgandan keyin texmi ichkilab kirib, Diyarbakir va Mosulga kiradi. Mosuldagi musulmonlar shiddat bilan qarashtirib, ularni olg'a ilgarilashdan to'sadi. Bu ishlarni xabar topgan Muslima ibn Abdulmalik darhol Qaysariyatni qo'shin chekindirib, hozirlarga qarshi qo'shin tortadi va hozirlar bilan nihoyat shiddatli urushib, ularni Mosuldan, Diyarbakirdan, Ozarbayjondan va Armeniyadan chekindirib, hatto ularning poytaxti bo'lgan Balanjirni yana tortib oladi. Hozirlarni Balanjirni qo'g'lab chiqarib o'tgandan keyin uning yendagi Darband degan shaharga chekinib, shu yerda o'zining chegarasini mustahkamlaydi. Amaviylar qo'shini Darband rasmiy mustahkamlab bo'lgandan keyin xalifa Hisham Marwan ibn Muhammadni u yerning hokimligiga avatadi. Ya'ni Ozarbayjon, Armeniya va shu taraflarning hokimligiga avatadi. Marwan ibn Muhammad tayyorlikni boshlab 2 yil ichida 100 ming kishilik qo'shin to'plab hozirlarga qarshi keng ko'lamli urushga tayyorlik qiladi. Shundaqla milodiy 758-yili 150 ming kishilik qo'shin bilan hozir qolganlarga qarshi keng ko'lamli urush ochadi. Marwan ibn Muhammad hozirlarning poytaxti bo'lgan Otilni ko'zlab ilgirlaydi. Bu urushda hozirlar nihoyat shiddatli mustahkam turadi. Ikki qo'shin ichida dahshatli urush bo'ladi. Oxirida hozirlar mag'lub bo'ladi. Shu vaqtdagi hozir qolgani men musulmon bo'lay, taxtimda qolay degan bu shartni qo'yadi. Bu shart xalifaga yetgandan keyin bo'ladi. Musulmon bo'lsa taxtida qolsin, o'zining zimmiga o'zi hokim bo'lsin deydi. Shunday qilib hozirlarning qolgani tunji bo'lib musulmon bo'ladi, o'zining huquqida qoladi. Chunki islomdagi yurishning maqsadi musulmon qilish, puhro bilan islomning o'rtasidagi pardani ilib tashlash edi. Lekin hozir qolgani majburiy yolg'onda musulmon bo'lgan bo'lg'achqa, keyin dindan yenib oladi. Lekin mush sabab bilan xalqning ichida ba'zi musulmon bo'lib, ularning orasiga islomning tarqishiga sabab bo'ladi. Shuningdek keyin hozirlar qolganligi toki 936-yili yiqilgan qadar Meli Abbasiylar bo'lsin, Meli Amaviylar bo'lsin, hech qanday islom qo'shini bilan cho'ng urushlarga, to'qinishlarga kirmaydi.
Xalifa Hisham davridagi yana bir cho'ng urush bo'lsa Balat Shuhada urushi. Bu urush qaysi urush degan vaqtimizda bu urush musulmonlar bilan, ya'ni Andalusdagi musulmonlar bilan Fransiyadagi praniklar o'ttirisidagi cho'ng urush. Biz Umar ibn Abdulazizning yumshoq siyosat natijasida atrofdagi dushmanlar islom jug'rofiyasiga hujum qilgani boshladi degan edik. Bir tarafdan hozirlar hujum qilgan bo'lsa, yana bir tarafdan Andalusdagi musulmonlar zeminiga va shuning atrofiga praniklar, ya'ni Fransiya va shuning atrofida hukmronlik qilayotgan praniklar hujum qilayotgan edi. Qo'mondan Abdurahmon G'ofiqiy nurg'unlagan qo'shinlar bilan 732-yili praniklar besib kirgan va hujum qilgan chegara rayonlarini mustahkamlash uchun qo'shin tortdi. Mana mushu yerda Tur shahrida Franklar podshohi Sharl Mart boshchiligidagi Yevropa qo'shini bilan islom qo'shini nihoyat shiddatli urushga kirdi. Bu urushda musulmonlar mag'lub bo'lib, qo'mondan Abdurahmon G'ofiqiy shahid bo'ldi. Musulmonlar qo'shini bo'lsa Ispaniyaga, ya'ni Andalusga chekinishga majbur bo'ladi. Bu mag'lubiyat sababli musulmonlar Yevropa tarafga ilgarilayolmaydi. Franklar bo'lsa Yevropadagi hukmronligini texmi mustahkamlab oladi. Xalifa Hisham davridagi ichki jihat yuz bergan eng chong to'polon bo'lsa Zaynul Abidin, ya'ni Zayd ibn Alining boshchiligidagi to'polon edi. Zayd ibn Ali bo'lsa Hazrat Husayn radhiyallohu anhuning nervisi edi. Hazrat Husayn radhiyallohu anhu Karbaloda shahid qilingandan keyin Hazrat Husaynning avlodlarida Umaviylar qarshi bir xil qisas o'ti bor edi. Zayd ibn Ali bo'lsa olim va faqih kishi edi. U shahar yurib ilm oladi va kishilarga ilm o'rgatdi. Shu davrdagi cho'ng olimlarning birisi edi. U Iroqning Kufaga kelgan vaqtida Kufada o'zining ichida saqlab yurgan Umaviylarning zulmi va bo'si Hazrat Husaynning qissasiga o'xshash shaklda ish og'irayotgan va buning qissasini olsak bo'ladi deyotgan minglab kishilarni uchirdi. Va bu kishilar Zayd ibn Alining atrofiga o'lishib, hozirgi Umaviylarning zolim ekanligi, shundaqla Hazrat Husaynning qissasini elishning kerak ekanligini Zayd ibn Aliga aytib, uning atrofida necha ming kishilar to'plashdi. Zayd ibn Ali atrofiga minglab kishilar to'plangandan keyin, endi bu zolim hokimiyatni o'raydigan vaqt keldi. Hazrat Husayn bobomning qissasini oladigan vaqt keldi deb o'ylab, Umaviylar qarshi nihoyat puxta shaklda inqilob qo'zg'ash uchun plan tuzdi. Shundaqla atrofidagi kishilardan bu yo'lda o'zi bilan birga jon tikib minish uchun va'da oladi. 45 ming kishi Zayd ibn Alining qish turadiganligiga va'da berdi. Xalifa Hishamning ko'z va quloqlari orqali bu ishlar Xalifa Hishamga yetdi. Xalifa Hisham Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafining ikki tuqqan qarindishi Umar as-Saqafini bu ishni yo'g'ishtirish uchun qo'mondan qilib Kufaga berdi. Zayd ibn Ali Umaviylar qarshi shunda qo'shin to'playotgan paytda buyuk imom Hanafiy mazhabining pishvosi Imom Azam shu davrda, shu vaqtda Kufada yashagan. Zayd ibn Ali Imom Azamning qishiga berib o'zining planini aytdi. Shundaqla bu harakatga Imom Azamning qo'shilishini talab qiladi. Imom Azam bo'lsa, sen to'g'ri yo'lda, sen bir haqiqatni talab qilyapsan, zulmga qarshi chiqaman deyapsan, sen haqiqat ustida. Lekin sening atrofingdagi kishilar ishonchsiz. Ular sana qasam qilib bergan bilan, va'da bergan bilan vaqti kelganda qachonda turmaydi. Agar men sening atrofingdagi kishilarga ishonalgan bo'lsam, sen bilan mangat deyim deydi. Ya'ni Imom Azam shu vaqtdagi Zayd ibn Alining qilgan ishini to'g'ri deb qaraydi, lekin siyosiy nuqtadan pishib yetilmagan xom deb qaraydi. Bu sebepten İmam Azam onun sebebi qo'shilishni rad qiladi. Shundaqla bu inqilobning mag'lub bo'lishidan ansirab, behuda qon to'kilishidan ansirab qo'zg'amaslikqa tavsiya qiladi. Chunki Imom Azam Amaviylarning zulmiga qarshi edi. Hatto Imom Azam shu darajada haqiqatparvar olimdiki, bir xalifa bo'lsa-mu, musulmon bo'lsa-mu, zulmdan xoli bo'lmaganlik uchun hayotida Amaviylarga bay'at bermagan. Lekin Zayd ibn Ali atrofidagi kishilarga ishinib bu inqilobni qo'zg'aydi. Umar as-Saqafiy bo'lsa Kufaga yetib kelib, uning atrofidagi kishilarni bir-birlab tutdi va vahshiylarcha o'ldirdi. Shundaqla kishilarning yuragini ezdi. Zayd ibn Ali plan bo'yicha inqilob qo'zg'ashgan kishilarning hammasini chaqirdi. Qasam qilgan 45 ming kishi ichidan 308 nafar kishilar uning chaqirig'iga ovoz qo'shib atrofiga to'planadi. Imom Azam degandek uning atrofidagi kishilarning hammasi uni yordamsiz qo'yadi. Umar as-Saqafiy bo'lsa Zayd ibn Ali boshchiligidagi bu 300 necha odamni vahshiylarcha o'ldirib o'tdi va Zayd ibn Alini shahid qilib o'tdi. Shunda qilib 3-qatimliq bu inqilobmi vayron bo'ladi. Ya'ni Amaviylar qarshi inqilob birinchisi Hazrat Husayn davrida qo'zg'algan, Hazrat Husayn qo'zg'algan, ikkinchisini Abdullah ibn Zubayr qo'zg'algan, uchinchisi bo'lsa Zayd ibn Ali qo'zg'algan. Bu vaqtda Hazrat Husaynning tarafdorlari va yoki Hazrat Alining tarafdorlari siyosiy jihatda farqli edi. Ya'ni siyosiy jihatda ayrim bir guruh, ayrim bir jamoat edi. Lekin aqida jihatda, amal ibodatda, fiqhida hech qanday farqi yo'q edi. Keyin vaqtning o'tishiga ergashib, mana shu Zayd ibn Alining agash kuchlari Zaydiyya deydigan bir iqimni shakllantirdi. Shundaqla vaqtning o'tishiga ergashib, aqida jihatda ba'zi farqlar, amal ibodatda ba'zi farqlar maydonga keladi. Lekin u davrda farq faqat siyosiy nuqtada edi. Shunda qilib milodiy 739-yili Zayd ibn Ali shahid qilib o'ldirildi. Yuqorida o'tgan ishlarning hammasi bo'lsa Umar ibn Abdulazizning keyin Xalifa Hishamning davrining oxirigacha bo'lgan siyosiy harakatlar. Ammo ijtimoiy jihatda, ilmiy jihatda taraqqiyotlar, tijoratlar, o'qitishlar o'z yo'lida mengavratdi. Bu faqat siyosiy sohadagi bo'lgan ishlar. Masalan, mana shu Xalifa Hisham davrida Tunisda yer sharidagi tunji universitet
quriladi. U bo'lsa-mu Jamiatuz Zaytuna, ya'ni Zaytuna universiteti. Oxford bu universitetni yer shardagi tunji universitet deb e'lon qilgan. Yevropada bo'lsa universitet dal mushundan 300 yil keyin tunji qatam qurilgan. Demak, bu vaqtda siyosiy sohada ana shunday to'qinishlar bo'lsa-mu, lekin jamiyatdagi ilmiy soha, ijtimoiy soha va iqtisodiy soha o'z yo'lida mengib taraqqiy qilib vergan. Xalifa Hishomning xalifalik davri saq 20 yil surgan. U 20 yil xalif bo'lgandan keyin milodiy 744-yili vafot bo'lgan. U vafot bo'lgan yili, ya'ni milodiy 744-yili bizga tava cho'ng bir ish bo'lgan. U bo'lsa-mu 744-yili, ya'ni Hishom xalif bo'lgan yilisi Sharqiy Ko'kturk xonligi vayron bo'lib, uningdan Uyg'ur xonligi yoki Uyg'ur Urxun xonligi qurilgan. Bu davlatning ismi Uyg'ur davlati, Uyg'ur xonligi yoki Urxun xonligi deb ataladi. Hammasi bir. Poytaxti bo'lsa Ordubaliq, ya'ni Qorbolasag'un. Uyg'ur davlati 744-yili qurilib, 840-yil qadar bir asrga yaqin hukm surgan. Biz o'zimizga aloqador ba'zi tarixlarni islom tarixini so'zlash jarayonida tang so'zlab ma'amiz. Bu vaqtda Uyg'ur davlatining e'tiqodi bo'lsa shaman dini edi. Keyin Mani diniga e'tiqod qilgan. Hisham vafot topgandan keyin uning o'rniga Valid ibn Yazid xalifa bo'ladi. U xalifa bo'lgandan keyin xalqning ko'ngli ustun siyosat olib boradi. Lekin o'zi nihoyat rohat parast bo'lg'achqa ish ishratga berilib ketadi. Uning bu ishiga Amaviylar jamiyatidagi amirlar rozi bo'lmay, hokimiyat ichida, xondan ichida ziddiyat, taxt ko'rishi, huquq talishi boshlanib ketadi. Ya'ni Amaviylar mana shu Valid ibn Yazid davrida ichki ixtilof qarab mangadi. Ular ichki ixtilof qarab mangan vaqtida Abbosiylar bo'lsa bosh ko'tarib oladi. Biz Abbosiylarning kelib chiqishini ilgari darsimiz so'zlab o'tdik. Ya'ni xalifa Sulaymon ibn Abdulmalik davrida Hazreti Alining bir avlodi xalifa Sulaymonning yo'qligiga keldi. Uning qashidan chiqqandan keyin kasallik vafot topdi. Bu sababdan Hazreti Alining avlodi va Rasulullohning tog'asining avlodlari orasida Abu Hishamni Sulaymon o'ltiribdi, qaslab o'ltiribdi degan gap taqilib, Rasulullohning tog'asi biz Amaviylarni o'ltirib, to'g'ri yo'lda mangan, adolatli bir xalifa qurib chiqamiz deb Abbosiylar harakatini qo'zg'agan. Ular Rasulullohning tog'asining avlodlari bo'lg'achqa Abbos radhiyallohu anhuga nisbat berib Abbosiylar deb atalgan. Shundaqla qora chapinliqlar deb atalgan. Chunki ular o'ziga xos bir kiyim bor edi. Qop-qora salik kiydi, qora kiyim kiydi. Buning sababi bo'lsa payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom Hunayn urushida Hazreti Abbosga qora bayroq tutqizgan. Ular biz mana shu qora bayroqning varislari deb Rasulullohning jamiyatiga tava bo'lganlik uchun kishilarning qalbini tiz uta olgan. Shundaqla biz yuqori so'zlab o'tganimizdek Amaviylar hokimiyat ishlariga Arabdan boshqa hech qanday bir millatni qo'shmaydi. Musulmon bo'lgan bo'lsa-mu qo'shmaydi. Bu sababdan ilgari musulmon bo'lgan Farslarning qalbida bir xil g'om bor edi. Ammo Abbosiylar bo'lsa dal buning aksicha musulmon bo'lsalar biz bu harakatni qilamiz deb eng avval Farslarning qishig'i tortgan. Shu vaqtda Valid ibn Yazid vafot topdi. Ya'ni uning xalifalik davri faqat 1 yil hukm surdi. Uningdan keyin 3-Yazid xalifa bo'ladi. Lekin u xalifa bo'lib 6 oydan keyin vafot topadi. Uningdan keyin Ibrohim ibn Valid Amaviylarning 13-xalifasi bo'ladi. Lekin u xalifa bo'lib 70 kun bo'lgan vaqtda Armeniya va Ozarbayjonning hokimi Marwan ibn Muhammad uningga inqilob qilib, uni taxtdan tushirib, o'zi Amaviylarning 14-xalifasi bo'ladi. Lekin uning davrida Amaviylar ichida taxt kurishi, huquq talish yana davomlashadi. Bu sababdan yana Abbosiylar texnik kuchli bo'ladi. Shundaqla Xorasonni markaz qilib Amaviylarga qarshi kuch to'plab oladi. Abbosiylarning eng chong kuchi bo'lsa Farislar edi. Bo'lib Abu Muslim Xorasoni degan bu Faris nihoyat usti qo'mondan va chavandoz edi. Abbosiylarning kuchlab ketishidagi eng muhim omillardan birisi bo'lsa Zayd ibn Alining inqilobi mag'lub bo'lgandan keyin Amaviylardan zarbiga nurg'ulgan kishilar Abbosiylarning atrofiga to'plashgan. Shunday qilib Xorasonda Amaviylarga qarshi zo'r kuch to'plandi. Shundaqla Abu Muslim Xorasoni degan bu Faris qo'mondan orqali tunji bo'lib Abbosiylar Xorasonni egallaydi. Keyindilar yana kengayib Marva shahrini egallaydi. Ondan keyin Bag'dodga qo'shin tortadi. Abbosiylar ana shunday shaharni egallab mangan siri Amaviylarga qarshi ichida g'om ko'payib qolgan kishilarning hammasi Abbosiylarning atrofiga to'plandi. Ular Abbosiylarda bir adolatni umid qilgan edi. Mana bu shunday Abbosiylar bosh ko'tarayotgan. Amaviylar bo'lsa ichki huquq kurashiga kirib qolgan. Milodiy 748-yili Xitoy To'qmoq shahriga hujum qilib, Tangirtog'ning g'arbiy qismiga kirishga boshlaydi va bir qism turk qabilalarini o'ltirib, ularning zaminlarini egallashga boshlaydi. Ya'ni bizning hozirgi zaminlarimizni egallashga boshlaydi. Amaviylar bo'lsa jiddiy shaklda Abbosiylar qarshi turmasa, ularni keyin oldin og'ilib bo'lmaydiganligini his qilib, ular qarshi qo'shin tortadi va Abbosiylarning rahbari bo'lgan Ibrohim imomni tutib, uni zindonga tashlaydi. Lekin Abbosiylar o'ziga Abu Abbas Saffah degan birisini qo'mondan qilib, yurishini davom qilaveradi. Ular Kufa, Marva, Xorason, Bag'dod shahrini egallagandan keyin xeyli zo'r kuchga ega bo'lib qoladi. Qo'shin soni ko'payadi. Abbosiylar ana shunday shaharlarni egallashda eng muhim rol o'ynagan shaxs bo'lsa Abu Muslim Xorasoni edi. Amaviylar bo'lsa qaytadan jiddiy shaklda qo'shin tashkillab, milodiy 750-yili Mosul bilan Erbil o'rtasidagi Zap rayonida Abbosiylar bilan shiddatli to'qnashib kirdi. Bu Zabul Kabir urushi deb ataladi. Bu urushda xalifa o'zi bevosita qo'mondonlik qilgan edi. Lekin bu urushda Amaviylar mag'lub bo'ladi. Xalifa Marwan ibn Muhammad bo'lsa Dimashqqa qochadi. Abbosiylar qo'shin uning keyidan qo'g'lab Dimashqqa kelib, Dimashqni egallaydi. Ondan keyin Marwan ibn Muhammad Misrga qochadi. Qo'shin yana uning keyidan qo'g'lab Misrga borib, uni tutib oladi.
ve onu öldürüp ötedi. Şunda qilib Abbasiylar Dimashqni qo'lga tushirdi. Ya'ni Amavilarning poytaxtini qo'lga tushirdi ve Amavilarning xalifasini o'ldirgandan keyin Amavilar xalifaligi shuning bilan oxirlashadi. Shunda qilib 90 yil hukm surgan Amavilar milodiy 750-yili tarixga aylanadi. Abbasiylar bo'lsa Amavilarga tava butun amirlarni, mansabdorlarning hammasini birma-bir iz qo'llab hammasini o'ldirib o'tadi. Faqat Abdurrahman Daxil deydigan bir qo'mondan qochib Andalusga birib oladi ve Andalusni ayirib olib Amaviy davlatini shu yerda davomlashtiradi. Abbasiylarga tava qilmaydi. Shunda qilib Amavilar davlati yiqildi, lekin uning o'rniga Abbasiylar davlati baş götürüş qarab mangdi. Endi Amavilar davlatiga qandaq baho beramiz? Amavilar davlati yoki xalifasi islom xalifaligimi? Oldin shuni bilishimiz kerak. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning davri va 4 xalifaning davri haqiqiy ulgulik, namunalik islomning adolatini to'liq namoyon qilgan, zulmdan xoli bo'lgan bir davr. Shundaqla bir davlat andisi, bir xalifalik. Ammo uningdan keyin kelgan davrlar bo'lsa, ba'zi xalifa mustasno, xuddi Umar ibn Abdulazizga o'xshash. Uningdan boshqasining hammasi bo'lsa, zulmdan xoli bo'lmagan islom imperatorligi yoki islom davlati yoki islom podshohligi. Qarab baqadigan bo'lsak, Amavilarda nurg'ulg'an haqsizliklar bo'lgan, ba'zi kishilarga zulm qilgan, lekin nurg'ulg'an joylarga islomning berishiga sabab bo'lgan. Islom jug'rafiyasining umumiy ko'lami Amavilar davrida 13 million kvadrat kilometrdan oshib ketgan. Shundaqla islom tarixidagi tunji dengiz armiyasini Amavilar tashkillagan. Tunji bo'lib Qustantiniyaga, ya'ni Sharqiy Rim imperiyasiga Amavilar qo'shin tortgan. Tunji bo'lib o'ziga xos bo'lgan pulni Amavilar qurgan. Tunji bo'lib doktorxonani Amavilar sog'gan. Tunji bo'lib hadis to'plash xizmatini, tafsir xizmatini, shundaqla diniy ilmga nurg'ulg'an tuhfalarni Amavilar qo'shgan. Xulosa qilgan vaqtimizda Amaviy xalifaligining xatoligi va vayron bo'lish sababini tuandagi nuqtalarga yig'inchoqlaymiz. Birinchisi, ular 4 sahobalarning davrida payg'ambarimiz biz ko'rsatib qo'yib ketgan xalifani, boshni kengash bilan saylashni iborat bu erkin kengashni amaldan qoldirib, xalifalikni o'zining avlodiga miros qoldirib, podshohlikka o'zgartirib o'tgan. Ikkinchisi, siyosiy raqibini yo'qotishda chekdan oshgan, haddidan oshgan. Uchinchisi, mutaassiblik, ya'ni davlat ishlarida, huquq ishlarida faqat Amaviylar arablarni asos qilgan. Başqa millatga huquq va mansab bermagan. To'rtinchisi, bosh siriqni xalqqa ko'paytirib o'tgan. Oltinchisi, xalifalikka loyiq bo'lmagan, rahat parogatga berilib ketgan, aysh ishlarga berilib ketgan kishilarmi xalifa bo'lgan. Bo'libmi Amaviylarning yiqilishiga sabab bo'lgan eng chong omil bo'lsa, xalqqa siliqni ko'paytirib o'tish, yana birisi bo'lsa, mutaassiblik, ya'ni huquqqa arablardan boshqalarni tutqizmaslik. Hatto kishilar Amaviylar davlatini yoki Amaviylar podshohligini arablar podshohligi deb ataydigan holat kelgan. Bu islom prinsipiga uyg'un emas edi. Xo'sh, unda qolsa Amaviylar davlati yiqilgandan keyin Abbasiylarning ahvoli qanday bo'ldi? Ular qanday shaklda bosh ko'tarildi? Ular va'da qilgandek haqiqiy adolatni o'tirg'a chiqaldimi? Undan keyin bizning yurtimizga besib kirgan Xitoylarning ahvoli nega bordi? U yerda shu vaqtda musulmonlar yashaydi. Uning qarta Abbasiylar yordam qildimi? Andalus qochib ketgan Abdurrahman ibn Daxil u yerda Amaviylar davlatini davomlashtirgan. Buningga Abbasiylar yo'l qo'ydimi? Bu haqdagi tafsilotlarni biz kelarki darsimizda tafsiliy to'xtalamiz. Lar bisib üzülmedi bu karvan, Toğulmaqda Həmzə kəbi həm arsılan, Düşmən gəlsə şiddət bilən səl olub, Əsləb olsun əhzab günü yadımda.